Hop, Bismillahirrohmanirrohim. Kofiya 36 dars. Majrurotga keldik. Majrurotda ma'naviy izofani o'tdik, lafziy izofani o'tdik. Endi mavsu sifatiga izofa qilib bo'lmaydi degan joyiga kelib to'xtadik, uni o'tdik. Endi bir-biriga bir-biri bilan sinonimga o'xshash so'zlar, bir xil ma'noni anglatadigan so'zlar izofa qilinmaydiga o'tdik, keluvdik o'shanga. Xuddi o'sha yer mana. ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص كليس وأسد وحبس ومنع لعدم الفائدة. يعني عمومی ma'noda ham xususiy ma'noda ham omlikda ham xoslikda ham deganda hech muzofi ilayga bir xil bo'lgan ism, ikkovi teppa teng bo'lgan ism bir-biriga izofa qilinmaydi. Mana laysun asadun, laysun ham sher arslon, asadun ham sher arslon yoki hibsun man'un, u ham taqiqlash, bitta narsadan tiyish, man qilish ham tiyish. Tushunarlimi? Nimaga li'adamil foydati? Bundan hech qanaqa foyda yo'q. Ikkovini bir-biriga izofa qilish nima kerak bor? Izofa qilsang, u endi ikkovi bir-biridan yo yengillikni ifodalash kerak, yo nimani ifodalash kerak, ma'rifalikni yo nakralikni, taxsisni ifodalash kerak. Hech narsani ifodalamaydi, ikkovi teppa teng bo'lgandan keyin. Mana laysun asadunni hech qachon izofa qilib bo'lmaydi. Yo hibsun man'unni ham bir-biriga izofa qilib bo'lmaydi. Mana o'zbek tilida ham bor. Sher, arslon deb qo'yamiz. Ikkovi ham bitta. Arslonning sheri yo sherning arsloni deyilmaydi. Inson odam. İnson ham o'sha, odam ham shu. Insonning odami, odamning insoni deyilmaydi hech qachon. Bixilafi kulli darahimi yoki kullu darahimi desang ham bo'ladi. Kullu darahimi alohida olsang, shunga xilof tarzda deb aytsak bo'laveradi. Va aynu shay'i fa innahu yaxtassu va qawluhum sa'idu kuruzin va nahvuhu mutaawwalu. Endi kullu darahimi, ya'ni dirhamlarni hammasi yoki aynu shay'i, mana shu narsani ayni o'zi bu izofa bo'lyapti-yu mana. Ya'ni darohim ham o'sha, kullu ham o'sha. Ya'ni dirhamlarni hammasi deyapti. Demak, dirhamlar ham o'sha, hammasi ham o'sha, ikkovi bitta narsa. Aynu shay, mana shu narsani ayni o'zi deyapti. Shay ham o'sha narsa, ayn ham o'sha narsa. Bo'lyapti-ku desa, yo'q. Bu yerda xoslanish bor. Mana ad-darohim deganingda baribir odam hammasimikin yo ko'pchiligini aytyaptimikin? Pullarimni sarflab bo'ldim desang, pullarini endi katta qismini sarflabdi-da degan ma'no chiqishi mumkin. Lekin hamma pullarimni deydigan bo'lsang, o'sha u endi hammasi ketgan bo'lishligi mumkin. Mashida deydigan bo'lsang, u mashi shu bo'lmasligi mumkin bo'lishi mumkin-da unda. Lekin g'irt mana shu, ayni mana shu desang, u boshqa ma'noda anglatadi. Endi u yerda xoslash bor endi. Shu yerda nimani xoslash, biroz xoslikni ifoda qilish bor. Tushunarli bo'ldimi? Endi Saidu Kuruzin deganlari bor ekan. Bilmadim, Said Polvonmi degan ekanda, endi bu ham shunaqa bo'lyapti-yu desa, yo bunga o'xshagani mutaavval ta'vil qilinadi der ekan. O'zi shu ham ikkovi bitta narsa. Saidun ham o'sha ekan, Kuruzun ham o'sha ekan. Lekin Said Kuruzin degan Said Polvon keldi degandek ma'no deb tog'am shunaqa deb aytib o'tib ketgan ekan. Tog'amdan oldim bu gapni. Endi bu yerda nimada sharhida aytishganki, bitta narsani bilib qo'y, madluli bor, lafzi bor. Mana misol uchun qalam deydigan bo'lsang, qalam degan so'z uni ismi, o'sha qalamni nomida, ismi xolosda. Lekin qalamni o'zi bor. Tushunarlimi? Mana Nafisa desang, bu seni noming xolosda, lekin Nafisa degan so'z emasda, sen Nafisa degan so'zdan iborat emassan-da. Sen Nafisa degan bitta odamsan. Tushunarli bo'ldimi? Shuni aytishgan ekanki, biri o'shani birini lafz deyiladi, ikkinchisini musammosi deyiladi yoki madluli deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Shuni aytgan ekanki, buni ta'vil qilib aytgan ekan, buni bittasi
o'sha lafzi bo'ladigan bo'lsa kuruzini. Nariginisi uni madluli. Saidun uni madluli deb. Bizda ham bilmayman, Kesak polvon deydimi yo bir narsalar deb aytib qo'yishadi shunda. Ya'ni birinchisi keyingisi laqabida xullas. Birinchi nom, keyin laqab aytilar ekanda shu. Shu nom muhimroq endi, madlulda endi nom. Tushunarli bo'ldimi? Shunaqa deb aytgan ekan endi. Xo'p, va idza udifa al-ismu as-sahihu aw al-mulhaqu bihi ila ya'il mutakallimi kusira akhiruhu wal ya'u maftuhatun aw sakinatun. Tushunarli bo'ldimi? Endi agar sahih ism yoki o'sha sahihga mulhaq ilhoq qilingan, qo'shib yuborilgan ism mutakallimni yosiga izofa qilinadigan bo'lsa, oxiri kasra qilinadi va yo sokin bo'ladi yoki fathali bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Masalan, aytaylik, darsun deylik. Shu darsunda yoyi mutakallimga izofa qilsang darsi bo'lib qoladi. Singa kasra berasan va yo sokin holatda qoladi yoki darsiya bo'lib nima bo'ladi? Robbiyallazi yuhyi va yumit deb keladi, misol uchun yoga fatha berib keladi. Shunaqa. Endi mulhaq nima deydigan bo'lsa, mulhaq oxiri vov yoki yo bo'ladi, lekin undan avvalgi harf sukunli bo'ladi. O'sha vov yoki yodan oldingi harf sukunli bo'ladi. Mana misol uchun dalvun deydigan bo'lsang, vov lekin illat harf. Sahih emas endi bunday qaraganingiz, lekin sahihga qo'shib yuborilganda nimaga desa, undan avvalgi harf sukunda. Endi bunda vovni bemalol ishlatishing mumkin-da. Dalvun, dalvid, dalviya bo'lib ketaveradi. Yoki bo'lmasa dobyun, bu ham yo, lekin o'zida avvalgi harf sukunda, shuning uchun sahihga uni qo'shib yuborilgan. Dobyi, dobyiya deb ketilaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Mulhaq degani shu. Fa in kana akhiruhu alifan tasbutu va huzaylun taqlibuha li ghayri tasniyati ya. Endi oxiri alif bo'lib tugasa, ason bo'lsa misol uchun, o'shanday qolaveradi. Ason asoya bo'lib qolaveradi. Ya'ni meni asoyim degani bo'laveradi. Lekin mana Huzayl qabilasi buni asoyya deb yoga nima qilar ekan, almashtirib yuborar ekan. U alifni yoga almashtirib asoyya deb aytishar ekan. Asoya deyishmas ekan. Endi lig'oyri tasniyati, lekin tasniyaniki bo'ladigan bo'lsa, yo'q, Huzaylda ham o'sha nima bo'yicha qolar ekan, masalan, g'ulamaya bo'lib qolar ekan. O'sha g'ulamani yetdi, yoga nima qilyapsa, meni ikkita g'ulomim deganida endi. Tushunarli bo'ldimi? Ikkita o'g'lim. G'ulomni o'g'il ma'nosi ham keladi, boshqa xizmatkor ma'nosi ham keladi. Tushunarli bo'ldimi? Va in kana ya'an udghimat. Endi agar oxiri yo bo'ladigan bo'lsa, u yoga idg'om qilinadi. Agar va in kana wawan qulibat ya'an va udghimat. Endi agar oxiri vav bo'ladigan bo'lsa, u yoga qalqinib turib, u ham idg'om qilinadi. Farqi yo'q. Va futihatil ya'u lis-sakinayn. Ikkita sokin bir joyda kelgani uchun endi nima yo fatha qilinadi. Mana misol uchun musliminani yoga izofa qiladigan bo'lsang, nunda olib tashlaysan, muslimiyya bo'lib qoladi. Ha? Va nahvu muslimiyya deb boshida ham o'tganmiz. Ha? Va muslimuna, buni ham yoga izofa qiladigan bo'lsang, bu ham shu vovni yoga almashtirasan-da, muslimiyya bo'lib qoladi bu ham. Ha, uni o'tganmiz endi muslimun. Musliminada ham shu, muslimunada ham shu. Ikkovida ham muslimiyya bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi va ammal asma'u sittatu fa akhi va abi va ajaza al mubarradu akhiyya va abiyya va taqulu hami va hani va yuqalu fiyya fil akthari va fami. Endi asmoi sittalar mudofatan ila g'ayri ya'il mutakallimi deb boshida o'tganmiz. Ja'ani akhuka ra'aytu akhaka marartu bi akhika deb vov bilan, alif bilan, yo bilan bo'lar edi endi uni
raf nasb jar bo'lish holatlari. Endi aynan yoyi mutakallimga izofa qilingandachi, mana endi kelyapti. Asmoi sittalar yoyi mutakallimga izofa qilinganda xuddi shunaqa bo'ladi. Axi, abi bo'lishi mumkin. Mubarrad axiya, abiya deganda ham joiz deb aytgan ekan. Hami, hani deb aytasan, shu bitta yodi qo'shasan xolos. Faqat endi fiya sal boshqacharoq. Fiya og'zim degan ma'nodada. Bu aksarda fiya deyilar ekan, fami ham deyilar ekan. Nimaga desa, bu o'zi asli favhundan olinganda. Favhun bu og'iz degani. Bu keyin ko'p ishlatilganmi, boshqa bo'lganmi, mimga almashtirib qo'yib qolishganda, oni olib tashlab mimni bergan famun bo'lib qolgan. Tushunarli bo'ldimi? Endi lekin agar buni ismi tasg'ir qiladigan bo'lsang, mana bulbulun bulaybilun qilib ism tasg'ir qilasan, mana misol qolamun qulaymun qilib. Unda fuvayhum bo'lib asliga qaytadi. Yoki bo'lmasam buni ko'p jam qiladigan bo'lsang, afvahum bo'lib yana asliga qaytadi. Bu yerda ham izofa qilgan paytingda fiyan asliga qaytarib turib, unda fu bo'lib qolardi endi. Uni izofa qiladigan bo'lsang, fiya bo'lib qoladi endi. Ana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Shunday bo'lishligi ko'proq ekan. Og'zim deganda fiya deb ko'proq ishlatishar ekan, lekin fami deb ham ishlatishar ekan. Bu ham bor narsa ekan. Ko'proq fiya qilib ishlatishar ekan. Shu. Xo'p. Va idza quti'at qila akhun va abun va hamun va hanun va famun va fathul fa'i afsahu minhuma. Endi agar izofadan uzilsa, unda akhun, abun, hamun, hanun, famun shunaqa qilishar ekan. Bu yerda kalimani fosini, ya'ni birinchi harfni fatha qilishlik kasra yoki zamma qilishlikdan ko'ra yaxshiroq. Endi o'zi asli buni famun, fimun, fumun o'qish mumkin ekan yoki abun, ibun, ubun qilib. Lekin o'sha fatha bo'lishligi fasihroq ekan. Shu yaxshiroq ekan, chiroyliroq ekan. Tushunarli bo'ldimi? Kimlardir o'sha fimun qilib ham aytaveradi-da, endi ko'p-ku endi bunaqa arablar. Hozir shu ikkita arab gaplashsa, hech narsani tushunmaysan. Xo'p, waja'a hamun misla yadin va khab'in va dalvin va ason mutlaqan. Waja'a hanun misla yadin mutlaqan. Endi hamun yadinga o'xshab kelgan, khab'unga, dalvunga, asonga o'xshab kelgan mutlaqo. Va hanunchi faqat yadinga o'xshab kelgan. Mana misol uchun hada hamun deyishing mumkin. Hamun deyishing mumkin khab'unga o'xshatib. Yoki dalvunga o'xshatib hamuki deyishing mumkin. Yo asoga o'xshatib hamaki deyishing mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Shunaqa yo ro'aytu, bu ham shu haman, haman, hamvaki, hamaki degandek. Marartu bi hamin, bi hamin, bi hamin, bi hamaki. Ko'p endi izofa bo'lgan paytda. Ama hada hanuki deysan, hanun endi faqat yadukiga o'xshagan hanuki deb qo'ya qolasan. Yoki ro'aytu hanaki, yadaki bo'lardi, hanaki. Yoki marartu bi haniki, bi yadiki, bi haniki, yadinga o'xshaydi xolos, boshqacha emas. Tushunarli bo'ldimi? Endi vazu la yudghafu ila mudmarin va la yuqta'u. Zu endi zamirga izofa qilib bo'lmaydi endi. Zuka deb bo'lmaydi. Endi va u izofada uzilmaydi ham. Hech qachon zu alohida kelmaydi. Bu yo zu molin bo'lib keladi. Agar raf bo'lsa zu molin, nasb bo'lsa zo molin, jar bo'lsa zi malin bo'lib keladi. Lekin buni zuka desang mumkin emas. Sening egang bo'lmaydi endi. Bunaqa holat bo'lmaydi. Ya'ni moldor deyish mumkin, sendor deb bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Yo zuhu deb ham bo'lmaydi. Ya'ni udor deb bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni nimaga izofa qilinmaydi, zamirga izofa qilinmaydi. Ayni paytda izofasiz ham kelmaydi. Zu holatida ham kelmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Shu bilan izofani inshaalloh tugatdik. 3 ta dars bo'ldi. Birinchisi ma'naviy, ikkinchisi lafziy bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. Keyingisi mana bu qayerlarga izofa qilib bo'lmasligi va yoyi mutakallimga izofa qilinishlari bo'ldi. Barakalloh. Tushunding-a, Xudo xohlasa. Xo'p, salomat bo'linglar.